qizlarjonlar, Family mahsulotidan Aloy Moisturizing penkasini sotib oldim. Yuzi judayam chiroyli parvarish qilib beradi. Judayam kачествоsi zo'r. Bir oy bo'ldi buni sotib olganimga. Rezultat вообще klass. Judayam. Hozir rezultatini men sizlarga ko'rsataman. Qani, ketdik. Bir tomchi olamiz. Mana oppoq qilib qo'yadi. Mana effekt qizlar. Mana endi buni ustidan kunduzi yuvganimizdan so'ng biz shu soft kremimizdan suramiz. Kechqurunga bo'lsa, mana vitamin E. Judayam kачествоsi вообще zo'r. Bu ajinlanib, mana ko'z oldidagi qorayishlarni hammasini yo'qotishga ega. Bundan surtamiz. Ko'zlarga ham surtsa allergiya bermaydi. Hech qanaqa. Effekt zo'r bo'ladi.